Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz, hurmatli podpисчиklarimiz. Bugungi ish jarayonimiz xudo xolasa chiroqchi va ko'kdala bo'ladi. Chiroqchiga qo'yayotgan kameramiz Ezviz brendiga mansub H8s kameramizdan qilib beramiz bitta. Mana yana bitta, ikkita kamera qilib beramiz. Keyin Xitoy kameradan qilib beramiz bitta. 4G sim kartali kameramizda bitta qilib beramiz chiroqchiga. Keyin ko'kdala tumaniga qilib beramiz. Ezviz 3K 5 megapikselli Wi-Fi bo'ladi, bitta sim kartali bo'ladi. Bitta rotorga ulab beramiz. Xudo Shamollar gapirar yo'llar haqida, tunlar o'tar sokin xayollar bilan. Kimdir kutar meni uzoq shahar. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli podpисчиklarimiz. Bugungi ish jarayonimiz chiroqchiga bo'ladi. Yaxshi bir akamizni o'zlari Yevropada ekanlar. Uylariga Ezviz qilib beramiz ikkita. Ezviz brendiga mansub H8s 4G kameramiz qilib beramiz. Sim kartali bo'ladi. Akamizni uylariga bitta rotor qo'yib Wi-Fi qilib beramiz. Bitta kameramiz narki chekkadan bo'ladi. Bitta kameramiz hovlining ichiga bo'ladi. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, hurmatli podpисчиklarimiz. Jarayonimiz nihoyasiga yetdi. Ezviz brendiga mansub H8s 4G kameramizni qo'yib berdik. Yaqinroqda ikkinchi kameramiz hovlimiz ichki qismiga joylashtirdik.